Romaning ajralmas qismiga aylanib ulgurgan Eldor Shomurodov murabbiysiz qoladigan bo'ldi. O'zbek futbolining yorqin fenomeni hisoblangan Abbosbek Fayzullayev Shomurodov ortidan Italiyaga ketishi mumkin. Yevropada mavsum yakunlanmoqda, ammo Italiya chempionatida yaxshigina intriga mavjud. Assalomu alaykum. Hafta sportining muhim voqealari bilan qalampirda Sport Digestda. 18-may kuni Roma Italiya seriyasining 37-turi doirasida o'z maydonida Milan ustidan ishonchli g'alabaga erishdi. O'zbekiston milliy terma jamoasi hujumchisi Eldor Shomurodov mazkur bahsda 84 daqiqa harakat qildi. Uchrashuv Rimdagi Olimpiko stadionida bo'lib o'tdi va 3-1 hisobida Roma foydasiga yakunlandi. Hisob 3-daqiqada rimliklar himoyachisi Gianluca Mancini tomonidan ochildi. 39-daqiqada Milan hujumchisi Joao Felix hisobni tenglashtirdi. Biroq 58-daqiqada yarim himoyachi Leandro Paredes Romani yana hisobda oldinga olib chiqdi. 87-daqiqada esa Brian Cristante hisobni 3-1 ko'rinishga keltirdi. Qayd etish joiz, Milan 21-daqiqadan boshlab bir o'yinchi kam bo'lib harakat qildi. Santiago Jimenez qizil kartochka olib maydonni tark etdi. Mazkur g'alabadan so'ng Roma ochkolarini 66 taga yetkazib, turnir jadvalining 5-pog'onasida bormoqda. Milan esa 60 ochko bilan 9-o'ringa joylashgan. Bu Rim klubi ustozi Claudio Ranierining jamoa boshqaruvida o'tkazgan so'nggi uy o'yini bo'ldi. U mavsum tugaganidan so'ng murabbiylik faoliyatini yakunlaydi. Roma A Seriya oxirgi turidagi o'yinini safarda Torinoga qarshi o'tkazadi. Mazkur bahs rimliklarning kelgusi mavsumda qaysi Yevrokubok turnirida ishtirok etishini belgilab beradi. G'alaba bo'rilarga Yevropa Chempionlar Ligasi yo'llanmasini taqdim etishi mumkin. O'z navbatida Roma Yevropa Chempionlar Ligasiga chiqishi uchun Turinning yana bir klubi Juventus oxirgi turda ochko yo'qotishi kerak. Xalqaro futbol tarixi va statistikasi federatsiyasi argentinalik hujumchi Lionel Messini barcha davrlarning eng yaxshi futbolchisi deb e'tirof etdi. Bu haqda federatsiya tomonidan tuzilgan reytingda keltirildi. Reytingda ikkinchi o'rinni braziliyalik afsona Pele egalladi. 3-pog'onaga yana bir argentinalik futbolchi Diego Maradona joylashtirildi. Messining eng azaliy raqobatchisi futbol tarixidagi rasmiy o'yinlarda eng ko'p gol urgan portugaliyalik hujumchi Cristiano Ronaldo bu ro'yxatda 4-o'rindan joy oldi. Shuningdek, kuchli o'nlikka Johan Cruyff, Ronaldo, Zinedine Zidane, Franz Beckenbauer, Alfredo Di Stefano va Ronaldinho kiritildi. Shu bilan birga SSSR terma jamoasi va Moskvaning Dinamo klubining sobiq darvozaboni Lev Yashin Xalqaro futbol tarixi va statistikasi federatsiyasi talqiniga ko'ra barcha davrlarning eng yaxshi darvozaboni deb e'lon qilindi. Tashkilot tuzgan reytingda ikkinchi o'rinni italiyalik Gianluigi Buffon, uchinchi o'rinni esa germaniyalik Manuel Neuer egalladi. Kuchli o'nlikdan shuningdek ispanlar Iker Casillas va Ricardo Zamora, ingliz darvozaboni Gordon Banks, chexiyalik Peter Cech, italiyalik Dino Zoff, nemis darvozabonlari Sepp Maier va Oliver Kahn ham o'rin oldi. Ma'lumot uchun, Lev Yashin futbol tarixida darvozabonlar orasida oltin to'p mukofotini qo'lga kiritgan yagona posbon hisoblanadi. FIFA tomonidan u 20-asrning eng yaxshi darvozaboni sifatida ham tan olingan. Yashin butun futbolchilik faoliyatini Moskvaning Dinamosida o'tkazgan. U SSSR terma jamoasi safida 74 ta o'yinda maydonga tushgan. 1956-yilgi Olimpiya chempioni va 1960-yilgi Yevropa chempionati g'olibi bo'lgan. Eng yaxshilar mavzusidan uzoqlashmaymiz. Yilning eng yaxshi futbolchisiga topshiriladigan oltin to'p mukofoti marosimi joriy yilning 22-sentyabr kuni Fransiyaning Parij shahridagi Shuttle teatrida bo'lib o'tadi. Bu haqda mukofotning rasmiy sahifasi e'lon qildi. Nomzodlar ro'yxati 6-avgust kuni e'lon qilinadi. Mazkur mukofot ilk bor 1956-yilda Frans futbol jurnali bosh muharriri Gabriel Ano tashabbusi bilan ta'sis etilgan. Avvaliga mukofot faqat Yevropa futbolchilariga berilgan. 1995-yildan boshlab esa Yevropa klublarida to'p surayotgan har qanday millat vakili uni qo'lga kiritishi mumkin bo'lgan. 2007-yildan esa oltin to'p istalgan jahon futbolchisiga berilishi mumkin. O'tgan yili oltin to'p mukofotiga Ispaniya terma jamoasi va Manchester City klubi yarim himoyachisi Rodri sazovor bo'lgandi. U 2023-2024-yillik mavsumda Yevropa chempioni bo'lish bilan birga musobaqaning eng yaxshi futbolchisi deb topilgan. Shuningdek, u Manchester City bilan Angliya chempionligini ham qo'lga kiritgandi. Ot izini toy bosar. Bir necha kun avval Portugaliya o'smirlar terma jamoasidan chaqiruv olgan Cristiano Ronaldoning o'g'li jamoa safida dastlabki sovrinini
yutishga ham ulgurdi. 5 karra oltin to'p sohibi Cristiano Ronaldoning o'g'li kichik Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasi safida ilk sovrinini qo'lga kiritdi. 14 yoshli futbolchi Portugaliya U15 safida xalqaro turnir finalida Xorvatiya bilan to'qnash keldi va uchrashuv portugaliyaliklarning 3-2 hisobdagi g'alabasi bilan yakunlandi. Kichik Ronaldo o'yinning 13 va 44-daqiqalarida gol urib, jamoasining g'alabasiga katta hissa qo'shdi. Bu gollar kichik Ronaldo uchun xalqaro miqyosdagi ilk gollar bo'ldi va u atigi bir necha kun avval terma jamoadagi debyutini nishonlagandi. Guruh bosqichidagi Yaponiya ustidan 4-1 hisobida qozonilgan g'alabada u 54-daqiqada zaxiradan maydonga tushirilgan. Mazkur o'yindan so'ng otasi Cristiano Ronaldo Instagram sahifasi orqali o'g'lini tabrikladi. Portugaliya safidagi debyuting bilan tabriklayman o'g'lim, men sen bilan juda faxrlanaman deb yozdi u. Aytgancha kichik Ronaldo xuddi otasi kabi o'z tengqurlaridan iborat terma jamoada 7-raqamda to'p tepada. Raqam mavzusi haqida gap ketganda Lamine Yamalni eslab o'tmasak bo'lmas. Gap shundaki, Ispaniyaning Barselona klubi futbolchisi Lamine Yamalga afsonaviy 10-raqam topshiriladigan bo'ldi. Yangi raqam futbolchiga 18 yoshga to'lganidan so'ng, ya'ni 13-iyuldan keyin beriladi. Hozirda bu raqam Ansu Fati nomiga rasmiylashtirilgan. Ma'lum bo'lishicha, Yamalga 10-raqam topshirilishi Fati klubda qolishi yoki qolmasligidan qat'iy nazar amalga oshiriladi. Klub rahbariyati bu qaror savdo hajmi, ayniqsa atributka sotuvini oshiradi degan umidda. Bungacha Ispaniya nashrlari Barselona Lamine Yamal bilan maosh oshirishini nazarda tutuvchi yangi uzoq muddatli shartnoma ustida ishlayotgani haqida xabar bergandi. Ma'lumot uchun, klub tarixida 10-raqamga Lionel Messi, Diego Maradona, Ronaldinho, Rivaldo, Romario kabi futbol afsonalari ham egalik qilgan. Lamine Yamal 2023-yildan beri Barselona safida to'p surmoqda. Shu vaqt ichida u 2 karra Ispaniya chempioni bo'ldi. Mamlakat kubogi, Super kubogini qo'lga kiritdi va Ispaniya terma jamoasi tarkibida 2024-yilga Yevropa chempionligini nishonladi. Joriy mavsumda Yamal klub va terma jamoa safida jami 59 ta o'yinda maydonga tushib, 19 ta gol urdi. O'zbekiston milliy terma jamoasi va Rossiyaning CSKA klubi futbolchisi Abbosbek Fayzullayev o'yinda golga sabab bo'lgan xatosi uchun uzr so'radi. Bu haqda u o'zining Instagram sahifasida yozdi. 19-may kuni Rossiya Premyer Ligasining 29-turi doirasida CSKA va Lokomotiv Moskva derbisida durang o'ynadi. Temir yo'lchilar stadionida bo'lib o'tgan bahs 2-2 hisobida yakunlandi. Lokomotiv safida dubl muallifi Dmitriy Varobov bo'ldi. U 10 va 25-daqiqalarda raqib darvozasini ishg'ol etdi. Aynan ikkinchi gol 21-daqiqada o'yinga zaxiradan qo'shilgan Abbosbek Fayzullayevning xatosi bilan kiritildi. U jamoadoshiga noto'g'ri uzatmani amalga oshirish tufayli to'pni Varobov egallab oldi va darvozani ishg'ol qildi. Ikkinchi gol paytida yo'lga qo'ygan xatoyim uchun barcha muxlislardan uzr so'rayman. To'liq javobgarlikni o'z zimmamga olaman va keyingi o'yinlarda jamoaga yordam berishga harakat qilaman deb yozdi Fayzullayev Instagram sahifasida. Biroq o'yinda CSKA comeback amalga oshirib, hisobni 2-2 ko'rinishga keltirdi va yakunda jamoalar 1 ochkodan bo'lishib oldi. Ma'lumot uchun, CSKA hozirda 56 ochko bilan turnir jadvalida Dinamoni qo'shimcha ko'rsatkichlar bo'yicha ortda qoldirib, 3-o'ringa qaytdi. Lokomotiv hisobida esa 50 ochko mavjud va jamoa turnir jadvalida 6-o'rinda bormoqda. Yakuniy 30-turda CSKA o'z maydonida Paris Nijniy Novgorodni qabul qiladi. Lokomotiv esa safarda Akron jamoasiga qarshi bahs olib boradi. Fayzullayev mavzusidan uzoqlashmaymiz. O'zbekiston milliy terma jamoasi va Rossiyaning CSKA klubi himoyachisi Abbosbek Fayzullayev faoliyatini Italiya A seriyasida davom ettirishi mumkin. Bu haqda Qalampir.uz manbasi xabar berdi. Joriy mavsum yakunlanganidan so'ng Abbosbek Fayzullayev hozirgi jamoasini tark etib, Italiya klubiga yo'l olishi mumkin. Hozirda ushbu mamlakatning bir nechta jamoalaridan takliflar bor va ular o'rganib chiqilmoqda, biroq mazkur jamoalar nomi oshkor qilinmadi. Abbosbekning CSKA bilan tuzgan shartnomasi kelasi yilning yozida yakunlanadi. 21 yoshli futbolchi joriy mavsum 37 ta uchrashuvda maydonga tushdi. Uning hisobida 3 ta gol va 7 ta golli uzatma bor. Transfermarkt nashri futbolchini 8 million yevroga baholagan. Fayzullayev faoliyatini Italiyada davom ettirishi qay darajada to'g'ri qaror, bu borada izohlarda qaynoq va mulohazali fikrlaringizni kutib qolamiz. Tomosha qilganingiz Qalampir.uzda hafta sportining eng muhim voqealari jamlangan Sport Digest edi. Sahifalarimizga obuna bo'lishni unutmang. Salomat bo'ling.